okey. Qaranglar, o'zi yurib ketyapti. Mana. Yo, yurmayapti hozircha. Xo'p, bu yerni yopib qo'yay. Shunaqa ham buron bo'ladimi? O'laman deb o'yladim. O'ldira olmaydi bunaqa buronlar. What the fuck? Qo'ygan tuzog'ingga yo'g'im. Suv. Bitta muammoda qutulimsam ikkisi chiqib o'tiradi. Okey, buron bo'layotgan payt uyimdan chiqmayman. Mana shu yerda uxlarsam demoqchi edim. Uyimga ichida yotoqxonam qotyapti kompyuterim. Yo, tepaga chiqib barcha zombilar o'ldirib chiqishimiz kerak. Plus tuzoq qo'yibdi. Bu yerda hech kim yo'qmi? Okey, go. Xo'sh. Nima hammalasiga tuzoqmi? Ha, o'ldim. Endi aniq o'ldim. O'ldim. O'laman. Ye. Yo'q. Let's go! Minestax? Bu yana qanaqa server bo'ldi? Do'stingiz bilan o'zbek server qidiryapsizmi? Da, bu oddiy reklama bo'lishi mumkin, lekin siz bu serverga kirsiz, qaytib chiqa olmaysiz. O'zbeklar bilan Bitwars yoki do'stlar bilan 3-jahon urushi. Yoki do'stlar bilan tinchgina vijvaniya qilishni xohlaysizmi? Va anarxiyada do'stlaringiz bilan kuchaymoqchimisiz? Siz bu yerda har xil ishlarda ishlab, narsalaringizni sotib pul topasiz va kuchayasiz. Undan so'ng do'stlaringiz bilan boshqalarning bazasiga hujum qilishingiz mumkin. Anarxiyadagi har xil droplar va katta jang. Bu serverga telefon va kompyuterda kirishingiz mumkin. Server IP'si komment va описаниеda bo'ladi. Minestax sizni kutmoqda. Qanchalar omadli inson bo'lish kerak? What the fuck? O'lishimga ozgina qoldi. Mana u ham qizib ketar ekan taxtda ham, iflos. Taxtdan ustiga chiqsa, jonim ketib qoldi. What the fuck? Hozircha bular kerak emas. Bular kerak emas. Okey. Tashiringa yo'q. Hech kim yo'qmi boshqa? Xo'p. Zombi spawn bo'lar ekan bu yerda. Voy. Nima jonim buncha kam bo'lib ketdi? Jonimni qaranglar. Menda dahshat brondiyalar bor-ku. Nima jonim buncha kam bo'lib ketibdi? Asta chiqishim kerak. Menimcha buron tugadi. Bu yerga qaytib kelmayman. Basharalarga oyog'im hammani. Yozuvni o'qisam bo'lar-ekan. Mana bu yerda yozuv yozilgandi. Okey, buron yo'q. Uyimga borib tezroq uxlayman. Uyim ana tomondamidi. Buronlarga oyog'im. Xo'p, buron bizga tomonda emas. Buron hamma joyda olib ketdimi, deymi? Buron qaysi tomonga bo'lyapti? Uyimdan u tomoniga bo'lyapti ekanlar. Buron juda katta joyda olib ketibdi. Meni uyim turibdimi? O, daraxtim o'sibdi. Let's go. Yo, mana bu yerlarda. What the fuck? Mana bu kerak emas bu. Qizib qo'ygan daraxt. Qulay biza tezroq uxlab bu buron tugasi. Basharingga yo'g'im. Tugadimi buron? Buron. Mana buron uyimizda oldida. O'g'lar, biza buronga qarshi biza yer ostiga ham tushadigan joy qilishimiz kerak. Hozircha bizda toshlar bor edi. Suv olib ketdi. Tushguncha bu suv. Agar o'lib qolmasam, mana bunga spawn qo'yib ketdi. Bola-bolachilar edi biza toshlarimizni qo'yib olishimiz kerak. Orqamda katta buron bo'lyapti. Tornado bo'lyapti. Men uy qurish bilan overaman. Okey, yanada kattaroq. Menimcha bo'ladi. Ana endi bo'lsa kerak. Mana bolalar. Bu bizning qo'rg'onimiz bo'ladi. Endi suv bilan tushib olsak. Okey, let's go. Endi bu tomonga. Menimcha buron qaytib kelmaydi. Agarda uyimni qurib bo'lgandan keyin shuna qolib ketsa, yana ozgina 1 2 3 Xo'p, menimcha bir xil bo'ldi. Yana suv bilan tushib olamiz. Okey, shuncha taxta zoyi ketdi. Bunaqa taxtam yo'q ham meni. Bor ekan. Xo'p, bola, bizning daraxtimiz o'sibdi. Bu ikkita daraxt o'sibdi. Birinchi taxtalarni olib olamiz. Yana bitta daraxtimiz bor endi bizning. Shuni o'rnini bosadi. Agarda yana chiqsa bo'lalaydi. Chiqdimi? Yo'q. Basharingga oyog'im tornado qaytib kelmasin-da. Yaxshi. Bitta daraxtimiz bor, 3 ta bor. Let's go. Shamol o'sha tomonga qarab ketar ekan bolalar. Bizning narsalarimiz ham tornadoga qarab ketib qolar ekan. Okey, bizda ko'p 4 ta yana yangi daraxtlar bor. Va mana buni ham qilmadim hali. Bunda daraxt chiqmayapti shota. Buni buzib tashlaylik, daraxtimiz o'smay qolishi mumkin. What the fuck? Bittalar buzib. Shuni to bo'lyapti, lekin boyadan beri o'tayoryapman. Okey, daraxtchi. Let's go. 6 ta daraxt. Okey, bolalar, 6 ta daraxt chiqdi. Xo'p, bizga nima kerak emas? Mana bu kerak emas. Bunga bitta daraxt. Okey, bunga bitta daraxt. Va yana bizda ortiqcha 4 ta daraxt bor. Lekin bizda yer yo'q. Yer olib kelishimiz kerak yana. Mana.
Mana yer. Qayerdadir yer ko'rmadimmi? Bolla. Yer, let's go. Bu yerda ko'p yer bor ekan. Bizga attikka ikkita kerak. Qolganini yana olib ketaveramiz. Agar yana o'ssa bizning daraxtlarimiz. Bittasini mana bu yerga qo'yamiz. Bittasini mana shu yerga qo'yamiz. Mana buni optilaymiz. Bular keraksiz. Kerak narsalarimizni otaveramiz. Go'volla, wow, mana bularga o'sadimi daraxtim bilan o'ladi. Mana bu uyimizni to'g'rilayveramiz endi. Bizga ovqat va suv kerak. Hozir o'lib qolishimiz ham mumkin. Suv. Let's go. Men bitta lopatka olishim kerak o'zimga. Qumlab olish uchun. Hamma joyda qum bosyapti. Lopatkamiz tayyor. Bu o'yna uchun kerak qum bolalar. Menimcha yetsa kerak. Bizda 44 ta qum bor va undan tashqari oydin qum bor ekan. Kerak emasmi? Har xil qumlar bor ekan. Menda. Bu ham kerak emas. Olovni endi biza mana shu yerni ham yopib tashlashimiz kerak. Qaytib kelmasin deb o'yaniki. Hali ham bo'lyapti ana bu tomonlar. Oldimizda hech qanaqa xavf yo'q, bu yaxshi. Xo'sh, endi biza barcha qumlarni qizdirib olishimiz kerak. Endi bizning qilayotgan ishimiz toshlarni bitta mana shu tomonga qolganda, yo ikki tomonga qolgan ekan. Menimcha yetsa kerak ikki tomonga. Okay, let's go. Bu bitta katta ham ketdi. Buni buzib chiqamiz. Suvimiz ana yurdi-yu, qanaqa qilib tushamiz endi? What the fuck? O'shanga sakrashga to'g'ri keladi. Yo, bismillah. Qiziqaman-da. Sizlar uchun video chiqarsam, sizlar videoni ko'rib kanalchalarimga obuna bo'lmasanglar. Nega? Shu plus oq tugmachani bosib qo'yish qiyinmi? Kanalga qancha obunachi ko'paysa, kuniga video bo'laveradi. Shuning uchun plus tugmachani bosib qo'ying. Yo, yomon qiyshiq tushaman, Xo'p. Ustiga chiqish mumkin emas-ku, okey. Biz suvni olamiz. Endi tepaga chiqamiz. Toshimiz 50 ta. Bemalol yetadi bolalar. Biz hali tomni ham toshdan qilishimiz kerak. Chunki bu yerda taxtani topish juda muammo. Hali buni yon atroflariga toshdan ham ko'p ketadi taxta. Yo'q, bu ancha katta ketdi. 2 marta buzish kerak. Okey, endi aniq birga bo'ldi hammasi. Mana buni qilib chiqaylikchi. Okey, ikki tomonga yetmas ekan toshimiz. Okey, let's go. Xo'p, olovni endi biz pastga tushib olishimiz kerak. Daraxtimiz o'sibdi, yaxshi. Daraxt ber, daraxt. Bitta ham daraxt chiqmayapti, asab deyma. Let's go. Uzun-unini egallaydi-yu bu. Yana kerak. Hatto bitta. What the fuck? Nonku. Bitta. Uzun-unini egallaydi bu ham. Ko'paytirmayman-ku bunaqada. Nicho. O'sganiga shukr. Oldidagi mana kerak emas o'tlar olib keling. Ana bu yer musorxonamli mana. Mana. Yo'qoldi. Buni yo'qotaveramiz, buni yo'qotaveramiz. Okey, bu yer ochiq bo'lib qoldi, bu yaxshi. Temirlik kirkamiz qolmayapti. Biz bitta temirlik kirkasi olishimiz kerak. Temirlik kirka. Endi bolalar biza yana tosh olib kelishimiz kerak. Toshimiz juda kam ekan. Bu lekin ancha-muncha joyga yetdi. Obunachilar bizga anchagina taxta ham kerak menimcha. Ko'p joyini oyna qilmoqchiman, chunki bu yerda oyna topish hech qanaqa problema emas. Blood moon. Qizil oy? Qizil oy ko'tarildi degan. Oy qani? What the fuck, uni o'lganlarning ovozi uzoqdan eshitiladi deyilgan. Boshqacha ovoz kelyapti meni qulog'imga. Hech kim yig'lamayapti, baqirmayapti, bu yaxshi-yu. Sokinlik ovoziga o'xshagan. Yaxshi. Hech nima qo'rqitmasa bo'ldi. Xo'sh, okey, pastga tushib olamiz. Akelayu bu. Sharinga yo'g'im, nima men buni ko'rmadim. Only oy. Bizga srochnik juda ko'p taxta kerak. Akelayu bu. Nima qilyapti uyga oyi? Mayli, qonli oy menga yoqdi. Kechasi uncha uxlamas ekan bo'laveradi bu oy chiqqan kun. Qo'rqmas ekan bo'laverar ekan. Oy uncha zararsiz ekan. Prosta qanaqadir ovozlar kelar ekan, lekin hozircha uncha zo'r ovozlar eshitmayman. Menimcha taxtalarimiz yetmaydi yo'q. Akela ikki part. Sharinga yo'q. Yo, uxlayveramiz, lekin yaxshi tun bo'lyapti. Sokin. Bitta problemamiz daraxtimiz qolmagani bo'libdi. Daraxtimiz juda kam qoldi. Biz sayohatga chiqishimiz kerak. Ko'proq daraxt olib kelishimiz kerak. Teydimi? Ha, teymabdi. Qat'iy bu shunga teysin. Let's go. Xo'sh. Ketdik bola, biz daraxt olib kelamiz. Daraxtli joylarga ozgina sayohat qilamiz demoqchi edim. Men kechga chiqaman, kechga qiyin bo'ladi-yu. Basharanga yo'q. Uxlaymiz bola. Stop. Qonli oyda uxlab bo'lmaydimi? Qo'ydalarni kim chiqargan? Basharanglar yo'q. Qonli oy emas-ku bu, qonli mahalla. What the fuck? Voy, basharanglar yo'q. Bunaqa oyda uxlab bo'lmas ekan. Ketdik. Haqqoniy bo'lmayapti lekin, aytib qo'yay. Yana shu yerga tushib qoldi. Bu yerdan chiqish easy. Nima? Okey. Hamma shu yoqqa tushyapti endi. Voy, kechasilik agressiv hamma narsa. Qo'yaniki joyidaga tushib ketmasa bo'ldi. Dahshat ko'pi kuddi meni. Katta jang ketyapti lekin. Voy, yana senmi?
Stop, mana bu nima edi? Bola bu qanaqadir joy. Da, mana. What the fuck? Men oddiygina joyda o'ylanma. Mana portay hozir. Bebes obi. Mana dovoz kelyapti. Ana kirchoy, boyaniki joy-ku bu yer. Bola. Dahshat ko'p o'lib ketyapti. Bola, suv ichib olamiz. Oy tushyapti, bu yaxshi. Mana bu yerga boya kirib, o'zi hamma narsa o'qib turdik. Go, bu yerda ketamiz. Wow, hamma joyda XP to'lib ketdi. What the fuck? Indirmaymidi? What the fuck? Dahshat ko'p odam bo'larkan Qiziloyda. Qaytdim uyimga. Uyimni oldida nima qilyapti bu churguncha? Ertalab bo'ldi. Let's go. Okay. Bola, bu narsa endi biza ketdik. Hali ham o'smabdi daraxtlarimiz. Biza daraxt topishimiz kerak bu yerlardan. Wow, ana bu yerda qanaqa joylar bor? Let's go. Let us go. Bu yerda daraxt zoti yo'q. Biza nima qilamiz? Teparoqqa chiqishimiz kerak. Yo'q, shu yo'l bo'ylab to'g'ri ketaverishimiz kerak. Lekin men tepaga chiqish ma'qul. Chunki tepada ancha-muncha narsa ko'rinadi va ancha joylar bor tepada ham. Hozircha yer qimirlamay qolib, bilyapsizlarmi? Oldin juda ko'p qimirlar edi. Biz ancha uzoq ketib qoldik yer qimirlayotgan zonada. Xo'p, biza chiqib oldik. Ana bu yerda nimadir bor. Xo'sh. Nima ekan bu? Suvga kaktus suzib chiqdi. Tuyoqqushlar. Uyimizga metka qo'ymaymiz-ku. Uyimiz qani bizning? Uyimiz. Mana bizning uyimiz. Metka uy. Okay. Ana uyimizda bolalar bizani. Xo'p, endi yo'qolib qolmaymiz. Wow. Basharanga yo'g'im, shu agressivlashami? Ke. Agressivlash ekan. Yo'y, davay, nima qilsin? Let's go, daraxt topdik. Ana bu yerda katta daraxtlar, palmalar. What the fuck? Yo, buni olib ketamiz birinchi o'rinda. Bu daraxtdan kerak emas-da bizga. What the fuck? Bizga oddiy daraxt kerak. Lekin necha? Bola, biz xohlagan taxtamizdan qo'yib ketaveramiz endi. Unaqa taxtdan topish juda qiyin. Ana bu yerda qanaqadir boshqacha daraxtlar ham bor. Go borib ko'ramiz. Okay, bola, agarda ular daraxtlar bo'lsa, haqiqiy yaxshiroq daraxt bo'lsa, ya'ni biz o'shanda quramiz o'z bazamizni. Let's go. Wow, yangicha daraxtlar. Okay, uyimizdan uncha uzoq emas ekan, agar yaxshi bo'lsa bular. Voy, stop. Daraxtmi o'zi bular? Let's go. Oq daraxtlar. Wow. Buluradi. Chunki bularda juda ko'p bu yerda. Let's go. Shulardan ikisi bo'lmaykanmi, ha? Tepadagi daraxt bargimi? Okay, biz daraxt manbaini topdik. Daraxtmi bu? Nima bu? Bu ham daraxt ekan. Wow, bu yerda bundan juda ko'p ekan. Hammasini sindirib ketaman. Maga bratchika. Demak, kirmayapsan sen iningga. O'zi ham dursin. Okay. Bu nima? Nima bu? X bo'lam. Tushunmadim buni qanaqa ekishda. Uchun kerak emas. Bargimi bu yoki? Kerak emas ekan. Yaxshi, bu yerda bitmas tuganmas bor-u bu yerda bunaqa daraxtlardan. Shuncha vaqt sayohatimda bular chiqmagandi. Yaxshi ham qo'rg'on qurayotgan paytim chiqib qoldi. Bo'lmasa nima qilardim? Okay, bolalar kech bo'lyapti. Tezroq biza o'z bazamizga qaytishimiz kerak. Bizda 64 tadan ko'p mana shu taxta bor. Ularni hali kichik taxta qilsam qancha bo'lib ketar ekan? Okay. Bizda toporimiz ham sindi. What the fuck? Yana o'zgina olib ketmoqchi edim-ku. Mayli, mana shuni sindirib ketdi. Go, bolalar, biza o'z uyimizga qaytamiz, ana 300 metr narida. Yana bu yerga kelaman, aniq, chunki bu yerda juda ko'p taxtalar bor. Mana bu oddiy taxta kerak emas endi bizga. Non. Lekin tepaga chiqish azobda, bu yerga tepaga chiqish kerak. Tepaga chiqish lekin rostdan ham azob. Bu biz ancha narida ekanmiz. Bitta mana bunaqa joy narida ekanmiz. Yo'ndan aylanib boramiz endi. Hozircha zombilar yo'q. Yaxshi. Bam bo'lgan yo'q zombilar. Bo'ldi. Bittasi xuddi ham meni. Yana bitta bor. Okay, biz uyimizga yaqinlashdik. Sharing yo'g'im, qanday meni oldim kelib qoldi. Wow. Uy pastga tushishlik ancha muammo. 2 ming yo'li bor. Ufroslar hadi ham kelmaydi. Sizlarda kamoniylar qayda chiqdi? O'z kamon yo'q edi. Zombilar spawn bo'lishni boshlab biz tezroq uyga borib olishimiz kerak. Lekin keyin suvda qanaqa? O'zimizda suv bor-ku. Bu lift vazifasini bajaradi. Tepaga chiqishni. Uyimizga yaqinmiz. Shunisi creeperlar kelmasin uyimga. Mana buni ichida suv bor. Shirin oyog'im. Uzoqlasak bo'ladi. Let's go. Xo'sh, bizda juda ko'p taxtalar bor. What the fuck? Aniq yetadi bu. Bir tomoni mana buni qarang, qolgan tomoni oppoq bo'ladi lekin. Xo'sh. Tak.
Okay. Bizga to'sham kerak ekan. What the fuck? Bizda suv yo'q. Qanaqa tushamiz endi? Men o'ylamadim, birinchi suv olishim kerak edi. Xo'p, menda ideya bor. Bitta bunaqa ozgina jon ketkazamiz. Bitta bunaqa jon ketkazamiz. Zato tepada tushdan yaxshiroq. Suv olib. Xo'p, mana shu yerlar juda chiroyli joylar. Suvlarimizni ham to'ldirib olamiz, chunki hozir bizda suv juda kam qoldi. Qolmabdi ham уже. What the fuck? Okay, ularni tutib mana bu palma daraxti chiqibdi bizga. O daraxtimiz ham o'sibdi, keyin to'ldirib olamiz. Keyin sindirib olamiz daraxtimizni, o'sibdi-yu. Okay, suvni ham ichamiz. Endi biza mana bu daraxt ishi bilan shug'ullanaylik. Suvni olib ketay. Bu suv turaversin. Yangi suv olamiz bolalar biza. Bu yerda bitmas tuganmas suv bor. Let's go. Короче, bolalar bizga ozgina tosh ham kerak. Hozir tosh olamiz. Bu kirkamiz buziladi. Menimcha buzildi. Xo'p, yangisini ishlatishga tayyor bo'l. Xo'p, bizga ozroq tosh kerak. Menimcha yetsa kerak shuncha tosh. Qancha? 23 ta yetib ortib ham ketadi. Yo, yetmaydimi? Ko'proq tosh olib. Biza tomni ham, ikkinchi qavatni ham toshlik qilishimiz kerak. Nima kech bo'lyaptimi yana? What the kechmayotgan ekan. O'zim qorong'u tomonga kirib ketgan ekanman. Let's go. Bizda pashti 2 stak olmush 4 ta toshimiz bor. Xo'p, endi bizga qaranglar, ikkinchi qavatni ham, tomni ham tosh qilishimiz kerak. Xo'sh. Wow, 2 ta daraxt o'sibdi. Hozirroq bularni chorasini ko'rmasak o'sib ketaveradi. Daraxt chiq. Okay, daraxt chiqdi. Agarda yana chiqsa, o'zini joyini qoplagan bo'ladi. Qo'ylar, boshqa chiqma. 3 ta daraxtimiz o'sib ketdi, qo'y. Hatto shu 2 tada bittacha. What the fuck? Yana o'zini joyini qoplayotgan darajada chiqdi. Yo, biz bitta topor yasolamiz, temirlik. Xo'p, mana bularda 22 tadan bularni ko'paytirib olamiz. Okay, qolganini solib qo'yamiz. Xo'p, mana bu yerga 3 tadan. Okay, yana bitta qo'ysak bo'ladi. Mana shu yerni top qoldi. Bizda temirlarimiz qani? Mana bu yerda ekan. Bitta topor yasolaman. Okay, temirlar solib qo'y. Toporimiz tayyor. Mana bularni buzib chiqishimiz kerak biza. Okay, mana. Xo'p, sendan ham chiqsin endi. Let's go. Let's go. Nima mana bu? Elif. Sotuvchi. What the fuck? Nima bular? What the fuck? O'tsi. G'irt puxsan, sen dahshat qimmat-ku bular.